Bahodir aka degan bitta klientimiz bor, hozir ancha yaqin bo'lib qolganmiz. Darvozani ko'rib tanlab, bitta darvozani tanlashda narxini kelishdi. U narxi ma'qul keldi, bilinib turibdi. Keyin menga bundoq qarab turib, qanchada bitadi dedilar. Keyin bir oyda bitadi dedi. Qancha zakolat berish kerak dedilar. Keyin beraverasiz, qancha imkoningiz bo'lsa shunga qarab beraverasiz desam, darvozachilar ko'p, namanganlik darvozachilar ko'p oldab ketganda, biz sherilarni unaqa dedilar. Zakolat olmay qilib beraman, darvoza keladi, o'rnataman, yo'qsa pul sanaysiz dedi. Yana xafa bo'lma, endi pulda dedilar. To'g'ri gap bo'libdi, lekin Namanganda ham hammasi sizni oldab ketadigan darvozachilar emas. Bitaman emasman yaxshi, juda yaxshi darvozachilar ko'p. Bo'ldi gap yo'q dedilar, barakani qildi, ketdi yozish chizig'ini qilib. Endi 15 kunda telefon qilibdilar. "Havo Bahodir aka" desam, "Ya Abdulla Tuzomsiz" dedilar. "Ha, rahmat" desam, "Nima bo'libdi bizda ishlar" dedilar. "Bo'lyapti" desam, "Ha, yaxshi, qanchalik kelib qolasan? 15 kuncha qoldi, xudo xolasa yana bitkazib olib o'rnataman" desam. "Mana endi ustalar Namanganliklar o'zi pul olib ketsa ham darvozani bitkazib bermasdi. Endi bular pul olmasdan ketibdi, aniq darvoza kelmaydi" deb odamlar diqqat qilibdi dedi Bahodir aka. "Men aka qarab turing aka" dedim, "hammasini mod qilamiz" dedi. 20 kundami, 22 kunda darvozani bitkazib olib o'rnatdim. Pirali opaga telefon qilibdi. Biz u kishi bilan ham zo'r ishlatganmiz. "Umid" dedi Bahodir aka. "Ha" desa, "Darvozani olib keldi, kelib ko'rchi sifatini" dedi. Keyin kelib ko'rdi. "Ve gap yo'q, zo'r yo'qdi" dedi. "Aka xursand bo'lib ketgandan darvozani o'rnatmasimizdan oldin pul olib chiqamiz, seni shunaqa qilib, mana aka pulingiz, ming rahmat. Gap yo'q" deb xursand bo'lib berdilar.